Hormeli, assalomu alaykum. Hurmatli obunachi kuzatuvchilarimiz va parranda ishqibozlari. Mana bizning Lego'ning xo'rozlarimiz ortiqchalari bilan 3 ta qora qoldi. Bitta oq standart, bitta kul. Ichkarida endi qorasi o'tiribdi. Sal to'polonchida bu. Qo'shib turadi. Rock. Bizda yengillik bor. Hozir nariga endi kiramiz. Mana 21-martda ochib chiqqan Lego'larimiz tuxum qo'yishni boshlashdi. Tak. Bu birinchisi emas, bu 5-inchisi, xudo xolisi. Qo'yganiga mana bir hafta bo'ldi. Buni ham bilamiz, kim boshlaganini. Tuxum qo'yish mana bu naryoqda turibdi. Golubol, Miramir yoki Silver yoki kulrang o'sha Lego'ning makiyoni mana. O'shani xo'rozi. Bular ortiqcha xo'rozlarim, mabodo. Urug'likka kimga kerak bo'lsa mana noyoblari, qora, silver bitta qoldi ana, bitta standart mana xo'rozi. Mana o'sha makiyonimiz. Birinchi tuxumni boshlab bergan makiyonimiz. Bir haftadan beri tuxumga kirgan. Mana bugun 5-tuxumini qo'yish. Xudo xolisi uni ketidan narigi Lego'larimiz ham boshlab qoladi. Orasi 24 kunlik farqi bor-da. Amerikanskiy bilan o'zini tengquri standart bor. Oq standart. Bunimiz nemetskiy qora xo'roz. Bunimiz mana oq standart italyanskiy Lego'ning bitta makiyonimiz. Bunimiz bo'lsa amerikanskiy Lego'ning yiriroq bo'ladi bu. Buni ko'rinishini farqini ko'rdinglar. Mana uni xo'rozi kelyapti mana. Yoshlik bular. Katta Lego'lardan 24 kunlik farq bilan. Bular hali tuxumga kirmadi, endi kiradi. Shu kunligacha mana 3 tasi yetib keldi. 3 ta amerikanskiy, bitta oq standart, bitta kul. Mana bularimiz bo'lsa bizning o'sha uzun Fenikslar, jo'jalari. Xudo xolisi katta bo'lishyapti. Bularni kattalardan nariroq qilib boqyapman, kattaroq olay deb. Katta bo'lishyapti. To'polonchilar. Orasida 4 ta kattarog'i bor. Kattaroq deganda 1 oy farqi bilan. Bundan keyingi 6-iyulda ochib chiqqan jo'jalari bor, maydalari. Ana kattalari esimda, 1 oyning farqi shunaqa. 1 oy, 1,5 oymi? Katta bo'lishyapti mana bexato. Qancha bo'lgan bo'lsa shunchasi mana katta bo'lyapti. 14 ta bor edi, shu 14 taligicha turibdi. Do'st emasin, barakasini bersin. Uzun Fenikslar. Bularni eslatib o'tamiz, bularni menda ikkinchi avlod bo'ladimi? Ota bobosi bularni nima deydi, doda buvisi qora bo'lishgan. Oralarida qoralari bor mana, xudo xolisi. Katta bo'lsin.